Assalomu alaykum hammalarga. Keyingi zakazlarimiz tayyor bo'ldi. Bularimiz MDF, 2 teshik, 2 to'ron. O'zimiz blog'oshiga ustaxonamiz yonidagi mahallaga olib kelib o'rnatib berdik. Xo'p, razmerlariga keladigan bo'lsak, derazamiz razmeri standart 1.30 ga 1.65, eshigimiz razmeri eni 1.10, balandligi 2.30. Xuddi shu razmerda 2 teshik, 2 to'ron olib kelib o'rnatib berdik. MDF'imiz qalinligi 0.8 MDFda, reykasi bilan o'xshab bitgan holatda 4.4 cm qalinlikda bo'lgan. Korobkamiz 10.5 ga 4.5lik. Zamogimiz har doimdagi o'sha millionlik zamog, shundan qo'yamiz doim, sinalgan, pishiq zamog garantiyasi bor. Osha-moshalarimiz, xo'p. 3 tadan qo'yilgan har doimgidek, bir xilda, xo'p. Mana 3 ta. Shpangetlarimiz o'yma shpanget, chiroyli turadi, orqadan chiqib turmaydi, eshikcha qoladi. Xo'p. Eshigimiz ham shumkali bo'lgan, rezinkalar qo'yib, ikki tomonga mana qilingan. Xo'p, yopilganda mana ovoz chiqmaydi. Xo'p, oynagimiz ham germetika qilib qilingan mana. Farq qilmaydi ochib yopganda. Endi germetika qilmasanglar, mana bu holatda bo'ladi. Bular mana omil shunaqa sonlar. Mana. Farqida ancha farqi bor. Yopilganda ochilishida ham sovuq kirmaydi, keyin ochib yopganingizda shovqin chiqmasligi uchun yaxshi narsa. Xo'p, nomerimiz 99lik 607 damiz. Bemalol telefon qilarsa, shu nomerda Telegram, WhatsApp, Imo hammasi bor. Katalog tanlamoqchi bo'lsanglar tashlab beraman. MDF'imiz rangi vibri juda ko'p, tanlab, kechirilgan holda qilib bera olamiz. Endi eng asosiysi pulga keladigan bo'lsak, bularda metr kvadrati 800 ming so'mdan. Metr kvadrat degani 1 metrga 1 metr joyi 1 kvadrat bo'ladi. O'shanda shu 2 teshik 2 to'ronimiz 7 million 300 ming so'mga ustanovkasi, oynaklari qalin 08 dan o'sha zamogi bilan ustanovka yo'l kirasiga ichida qilib olib kelib o'rnatib berdik. Endi bu holatda kimgadir qimmat, kimgadir arzon bo'lishi mumkin. 2 teshik 2 to'ronimizni xuddi shu razmerda sizlar 5,5 million so'mdan 9 million so'mgacha o'rnatsanglar bo'laveradi. Bu 7 million 300 ming so'mlik variant. Bu eng qalini, eng baquvvatidan bo'lgan. Endi bundan plyusi 9 millionga chiqishining sababi bu figurali bo'ladi. O'ta ayniga ko'p lola fasonga o'xshagani bor. Tepaga karnizga gullar qo'shtirsangiz, shularga qarab puli plus minus bo'lib ketaveradi. Razmerlar kattasi pul qo'shiladi, kichkinasi pul arzonlab ketaveradi. Xo'p, bu devorga e'tibor bermaysizlar. Eski uyda bilasizlar, perekoz bo'ladi. Eski uy ham lekin mana bu yerlarga ip tortib, tekis qilib o'rnatib berdik. Devorga kelgan afisha qilib o'raganda eshik ham tekis turaveradi. Tepa liniyasini ham, betini ham ipga tortib, tekis qilib o'rnatib berdik. Yoqqan bo'lsa aloqaga chiqarasizlar. Inshaalloh MDF yog'och hammasi bor. Kelishilgan holda O'zbekiston bo'ylab hamma viloyatga kelishgan holda qilib bera olamiz. Xayr, salomat bo'linglar. Videoda endi qo'ldan kelgancha oldik. Xudo xolasa endi undan keyin ijrolarimizni ham chiroyli qilib videoga olishga harakat qilamiz. Xayr, salomat bo'linglar.